Assalomu alaykum hammaga, akvarium baliq ishqibozlari. Ramazon oyi hammamizga muborak bo'lsin. Tutayotgan ro'zalaringizni Alloh darg'ada qabul qilsin. Bu do'konni eslatgan bo'lsangiz kerak. Chunki do'kon o'zim og'aynimning do'koni. Bir paytda mana masjidga akvarium yasattirib bergan edim. Akvarium tomonidan, xudo xolasa, baluqlari sal kamayib qolgan ekan, iltimos qiluvdi, baluqlar olib kelib bergin deb. Baluqlarni olib kelib qo'shib berdim. Endi Afrika boqardi, o'zim Afrikalarimni olib kelib qo'shib berdim. Mana chiroyli. Holati zo'r, akvariumi mana ancha bo'lib qoldi, 1,5 yillik. Shu 2 yilga qarab ketyapti, adashmasam. Hozir ozgina o'z botlarni ko'laganimga suv ozgina mutnilashib qoldi-yu, lekin e'tibor bermaysizlar ham shlankalarga, endi shunaqa e'tibor berishmaydi botdinglar. Bizga o'xshab xullas hamma narsa yaxshi demoqchiman. Suv yaxshi, baluqlar yaxshi rivojlanyapti, katta-katta bo'lib ketgan mana. Hozir orasiga yana qo'shib berdim baluqlar, o'zimning baluqlarimdan. Filtratsiyasi zo'r ishlayapti. Mana shunaqa bo'lishi kerak akvarium degani. Kam e'tiborga bo'lish kerak. Hadeb gubkalarni, filtrlarni yuvish kerak emas, odam ovora bo'lish kerak emas. Vaqt-vaqtida suvni almashtirilsa bo'ldi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ozgina e'tiborli bo'lib, mana filtrlarni yopishtirib, shlankalarni to'g'irlab, qumlarni to'g'irlab qo'ysa, juda ham chiroyli bo'lardi. Endi hamma ham bunaqa narsaga e'tibor berilmaydi menga o'xshab. Ko'p gapiraman bunaqa narsalarni, estetik jihatdan chiroyli qilib qo'yish kerak bu narsalarni. Odam o'ziga ham, boshqa ko'rgan odamga ham boshqacha chiroyli ko'rinadi bu narsalar. Xullas shu akvariumni ko'rsatmoqchi edim. Mana holati ideal turibdi. Faqat kompressor, raspirato'r havo kam chiqaryapti, nimagadir ham ishlab turibdi. Filtrlarni qarab qo'ydim, filtrlarni tozalab, balki membranasi ketib qolgandir, bilmadim. Uni ochib ko'rish kerak. Xullas, lekin ishlab turibdi. Hamma narsasi yaxshi, suvlari zo'r, baluqlar zo'r. Juda ham chiroyli. Xudo xolasa, moda baliqlariga narlar olib kelib berdim, narlariga modalar olib kelib berdim. Xudo xolasa, endi bu yerda endi baliqlar ko'payib o'zidan ko'payib yashayverishadi bu yog'iga. Juda ham chiroyli. Mazza qilib tomosha qiladi. Odam o'zimga juda yoqqan edi o'sha paytda mana shu akvarium. Har doim ko'rsam mazza qilaman. Xuddi hozirgidek. Shu mana shuni ko'rsatmoqchi edim. Yana mabodo bu kimga shunki mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Chig'atoyda Dreamcar mana. Og'aynim o'zi Rossiyadan birinchi qo'l olib keladi. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.